Sometimes all I think about is you. Biz abraçlar bana hazır Serdar akemizden bana Xudo olsa bugünden başlap Taşlıq TV deganni açtı. Tevkimiz kutlu muborak bo'lsin. Taşlıq TV degan kanal nafaqat siz o'zingizning nafiringizga, bu halol ishlab, butun elimizning, butun yurtimizning xalqina yaridan kanal bo'lsin Xudoyim. Shu sababli butun Beruniy ahli, butun O'zbekiston ahli Taşlıq TV kanalimizga abone bo'lib qo'yasizlar. Xudoning YouTube'ga kirib Taşlıq TV latinchilab yozsanglar chiqadi Serdar aka kanali. Do'ydi kanalda podpishka bo'ling. Yagona TV'da to'ja abone bo'lmanglar, abone bo'linglar. Yagona TV'ga Xudo qolsa, elimizda shunda blogerlar ko'paysa, elimiz kam bo'lmaydi. Ya'ni elimizning mamalarni ijtimoiy tarmoqlarga yoritib berishda katta ahamiyat rol o'ynaydi. Mana Xudo qolsa bundan bir 20 kun burun asoq mana yo'l chiqdik. Ko'pchiliklar kommentariy yozdi. Voy hech kim ishlaymaydi, hech kim chiqmaydi. Bu yerda pul deb qo'ydim. Mana Allohga shukr, xalq birga. Shu sababli mana Serdar aka kanalida shu Taşlıq TV YouTube kanali xalqning xizmatini yarasin Serdar aka. Xudosi bilan xalqqa va'da berasiz-ku. Halol yo'l bilan korrupsiyaga yo'l qo'ymasdan xalqqa xizmat etishga tayyormisiz? Ana aziz do'stlar, mana yigitcha va'da berib turibdi, mana qo'llan berib turibdi. Xudosi halol yo'l bilan Islom muomalasini yechib berishga, sizga xizmat qilishga tayyor. Assalomu alaykum. Beruniy ahli, mana Rimbergan do'stingiz bilan birga ish boshlayotamiz. Xudo qalasa bir ishlarni bir yaxshi kunlarga ishlaymiz degan niyatdamiz. Mana elimiz mana issi demay bir mehnat etadi, shularga ozgina bo'lsa hissamiz qo'shib deb kelib turibmiz. Bizning Xudo qalasa shunday ishlar bilan davom ettiraveramiz. Shu Taşlıq TV'ga obuna bo'lib qo'yasizlar. Oldindan katta rahmat. Kamchiliklar bo'lsa uzrli. Ko'taramiz. Kamerani emas, xalqning muammosini ko'tarib chiqamiz biz Xudo qalasa. Xudo qalasa. Hal qilamiz. Omadingizni bersin. Tursam qo'lidan shamolni ham yelidan bukar edim belidan dadam yonimda bo'lsa yurarmidim ayirib zo'rlarini qayirib yashar edim buyurib dadam yonimda bo'lsa dadam uchun aytsa gar jon deb yutardim zahar qani edi oh agar dadam yonimda bo'lsa dadam uchun aytsa gar jon deb yutardim zahar qani edi oh agar dadam yonimda bo'lsa Ağaylarına 13 tonna asfalt akıldık. Şimdi bak 10 tonnadan yükle kalacak bu arada. Yarımını. Altına sıra karasının da yeterli. Burası 500 metre. Mesela çiğdem olmasına koydu. Arkan bir 50 ming 100 mingdan qarasa, xudo qarasa buyog'i tekis ravon bo'lib ketaveradi bo'lsa. Yo'llarimiz tekislashadi. Xudo issiq demay, suv demay mana shu bolalarimiz bilan bir soat 2,5 bo'lsa-da shu issiqda uxlamasdan xalq uchun mana xizmat ko'rsatadi bolalar. Bolalar xalq uchun shu bolajon bilan Hasanboy boshdan oyoq turib berdi xalq uchun. Bir 3 yerda shunday ona yerlar ko'rganlar qiyoti qanday yana bo'lgan texnikani oldilar. Başında var aktif olsun.
Hammasi yaxshi-da, ya. Xolos, xudo qalasa chetdan musofirda yurgan yigitlarimizdan bir 500 rubllik futboldan qarasam, ko'plagan bo'lgan oladi. Xudo qalasa. Xalqimizdan mana o'zbeklardan qarash otadi 50 ming bilan. Va jinal o'rta xudo qalasa ko'payib ketadi. Plastikka tashlamaganlar akal naqddan tashlasa ham bo'ladi. Bizga do'stimiz ham bir 2 kundan 3 kundan bir reklama edib aytadi. O'g'da bir jinalgan pullar bo'lsa akal plastikka xudo qalasa bari yo'limiz zakonni bo'ladi. Mana Xurshid degan yigitlarimiz bilan xizmatda xalq uchun. Xizmat qilsa yetamiz. Mana xalq uchun. Mana shunda kimda qanday bir ko'mak bo'lsa kelaversa kam bo'lmaydi bunga qarasa. Mana sizga akanglar boshlig'ida yurtib shu yerda. Xalq uchun ne ish qilsa ishlaymiz, bo'lmasa qaymiz. Nima deyapsiz? Mana naqdan bir davom ettirib olsak yaxshi bo'ladi xudo qalasa. Rashid borni alg'or yuraverman menga. Boshi omon bo'lsin har doim, panoh bo'lgin o'zing xudoyim. Muhtoj qilma hech ham nomardga, yo'qchilikda men erkakka. Ro'zg'orim deb yurar tinmayin, ba'zan oxir yetar falakka. Oson tutmang bilib bilmayin, yo'qchilikda men erkakka. Yetmas qo'li orzu tilakkan, gulkonin sanchar yurakkan. Zartilola kerak malaka, yo'qchilikda qiyin erkakka. Yurar yo'lim tordir qorong'u, ojizlikdir eng yomon olut. Shodlikdan ko'p bo'lardi qayg'u. Yılan kalmış yok. Hayır taşı tabii ki. Bak yegara turmayanda dur. Bakara şöyle halkın bunu abone olsun yeterli. Bu oldu. Evet. Barız ağayla kimler? Kaçarka ki kaçarka. Sal şöyle sal taşı var mı? Yukarı oldu bu ne? Sal yukarı şöyle buraya. Yaşlar kursun gibi ben de. Şurada yaşlar çıkar şuradan. Yerine hizmetimizden yaşlar çıkardı. Yerimizin renkli tasavvur var. Buna kaptırmaz. Vay baba. Merdikler mi ne? Sevgili adam yedirdi. Kananın beğerini çok yaparsın. Nezer ki ne? Neler kamera çıkma. Sizdan tutun. Ve Pırnezer'e hem kirdi gazlarını atın. Aç bırak. Yakamızız. Asqar akang shahardan kelib turibdi mana. Asgар aka bor shaharlik ko'p ketgan bilan ham ben yerda xizmat bo'lsa birinchi o'rinda turadi. To'y maraka bo'lsa qamaydi. Ya, qamaydi. Baribir baqara ko'ngil bilan yurakni bu yoqda uzmagan baribir. Молодец. İlk ton asfalt geldi, qayerda u? Muzaffar aka. Voy, elimizin fıtakar yaşları. Oy, молодец yigitlar. Mana domamasa ot, bo'lam, молодец. Hissa qo'shganga yetadi. Bir ton emas, 2 ton asfalt keldi. Oy, молодец yigitlar. Mana mard yigitlar. Ot. Assalomu alaykum. Hoy, brat. Ana, assalomu alaykum. 2 ton asfalt keldi. Ana. Молодец yigitlar, mana domozov yigitlarga suv puv bilan mana yordam etib turibdi. Befarq bo'lmang yo'lga. Yo'lga befarq bo'lmang. Ana.
Bilen ben ziyat yora var ya sigan yora şuna yak koyum göreydi. Ha Müzeffer aka. Abray to'y qo'ymangiz. 2 tonna sol keldi dedim. Yo'q, 2 tonna sol keldi deb qichirdim hozir. Voy deb qichirib ko'rgandan. O men şermet etmem adamdı. O halka maqtab qo'ydim ya. Bo'ldi. Ana. Молодец. Yo'lovchilarmi? Sizdek alın. Ana. Sizdek ana. Mana bosanglar bilan muzzakinday bo'lmay ketdi. Ana. Allah'dan qaytsin. Молодец. Ova. Ana. O Allah ziyade etsin. Ana. Ot yigitlar ana. Men qichirib deb aytdinglar. Xudoga qichirib yo'q mana axir men. Ko'ringlar brat. Ey, yurak bilsan sizda. Ana, молодец. Молодец. Молодец, Daniyar aka. Vaqtingiz yo'q bo'lsa supo shu tashlayib turavering. Hurmatli aziz yurtdoshlar, aziz yo'lovchilar, mana xalqdan tushgan, yo'ldan o'tgan mashinalardan tushgan ehsonlari Alloh taolodan qabul bo'lsin. Balaqaza asasin Rashid aka. Şu ehson etganlarga, sadaqa qilganlarga bir duo aytib bering endi yo'l bexatar bo'lsin. Amin shu yo'llari bexatar bo'lsin. Hamisha yo'llarini ochiq va sizlarga mana aytgan savobliklaringizda Xudoyim barakat topib, umrlaringizga umr qo'shilg'ay. Ağaylar, bir saatlik içinde yoldan o'tgan yo'lovchilardan, mashina haydovchi, shoferlardan, taksistlardan, o'sha jamiki sadaqa qilganlardan 1 saatlik içinde 1,5 milyonga yaqin umumiy miqdorda pul tushdi ağaylar. Sadaqalaringiz Alloh taolodan qabul bo'lsin. Bu yo'l uchun ehson so'ragan bo'lsa.